Mana kecha asrda operatsiya bo'lganmi? Mana bugungi holati. Mazkur Mustafa Xonimamiz kecha siddiy tosh kasalligi tashxisi bilan bizga murojaat qilib kelishdi. Bemorimiz Marg'ilon shahridan kelgan, Sheremet klinikasiga, Qo'qon shahri Sheremet klinikasiga. Bemorimizda tashxis chat-siddiyning pastki uchtamchi qismi tosh aniqlangan. Xudoga shukr ortda qoldi. Yaxshi, vrachlarda qilgan ishlardan ancha xursandman. Ancha muncha joyga borgandim, asha lazer bilan qilishda ham kindigizdan teshib, keyin pastdan olib kiramiz deyishdi. Yo'q, bularda noatda hamma yo'q, xo'p, jihozlar hamma yo'q yaxshi ekan. Sheremetda og'riqni men sezmadim. Chunki operatsiyadan keyin men 1,5 soatdan keyin o'rnimdan turganman. O'rnimdan turib hojatga o'zim boraman desam, bular mas'ul qilib qo'yib bergan Dostonbek yo Shatta hamma yo'q deb olib kelib o'shalargacha yordam. Xullas, kelganimdan xursandman. Hamma yo'q zo'r, a'lo darajada. Mana hozir siz oldingizda ham o'rnimdan turib berishim mumkin. Yo'q, men qiynalmayman mana. Hozir o'rnimdan turib to'nnis pastlarda ham yurib chiqdim, Xudoga shukr. Mana kecha asrda operatsiya bo'lganmi? Mana bugungi holati. Hatto o'sha Dostonjon dadasiga qaragandek qaradi-da, menga shunga xursandman. Shu bola uxlamadi, Alloh rozi bo'lsin. Uxlamadi shu bola. Mehr bo'lsa shunchalik bo'ladi endi.